Bitta yomon narsa bor-da. Nima u desa, ko'pni narsasiga ozchilik yoki har bir shaxs kuyunmaydi. Bu yomon narsa. Ko'pni narsasi. Mana masalan shu masjid yoki ko'cha. Hamma ko'chadan foydalanaveradi, lekin obodonchiligini majbur narsa zo'rg'a qilinadi. Umuman olib qaraganingizda bular ne'matlar hammamizniki, qiyomatda hammamiz javob beramiz. Hamma inson javob beradi. Butun koinot azizlar, biz yashab turgan uy hovlimiz emas, ko'chamiz emas yoki qaysidir bir muassasa ishxonamiz emas. Butun jamiyat hali hamma Allohning oldida javob beradi. Shunday senga ne'matlar ato qilindi, nimaga bundan sen unumli foydalanmading deb Alloh so'raydi. Bu oyati karima Alloh sizlarga har narsani sizlar uchun yaratdi deganda, hamma o'zini shaxsiyatiga, foydasiga kelganda talashaveradi, ko'pchilikka kelganda yo'q, hamma qochadi. Bu xato bu. Allohning ne'mati. Mana masalan ko'chadagi elektrdan tortib, suvdan tortib, tozaligidan tortib, tabiatidan, daraxtidan hammasi har biriga mas'ul biz. Lekin bu narsani his qilish kerakki, to'xtaman, mana shu hozir ko'chadagi umumiy hamma foydalanayotgan narsaga men hissamni qo'shib shu yerda obodligini ushab tursam yaxshi bo'lar ekan deb uni his qilish kerak mu'min odam. Qiziqish kerak bunga. Haq taolo mana bizga o'zining buyuk ne'matlarini berib, buni qadrlashga, ehtiyotlashga ham chaqiryapti Alloh taolo.